Tushda gitara ko'rishning ta'birlari. Gitara ko'ngil kechinmalarini ifodalash, san'atga moyillik va romantikani bildiradi. Ba'zan so'z bilan ayta olmagan hislarni musiqada yoki ishora bilan bildirishni anglatadi. Agar tushda gitara chalgan bo'lsangiz, qalbingizdagi gapni ochiq aytish vaqti kelgan, ijodiy muvaffaqiyat belgisi. Yoqimli ohang eshitsangiz, xushxabar yoki tinchlikni anglatadi. Ohang yoqimsiz bo'lsa, ichki kelishmovchilik, tushunmovchilikni bildiradi. Gitara torlari uzilsa, munosabatda uzilish, ranjish yoki umidning so'nishini bildiradi. Birov chalib berayotganini ko'rsangiz, kimdir sizga his-tuyg'ularni bildirmoqchi. Gitara sotib olish hayotda yangi bosqich, yangi qiziqish yoki sevgini bildiradi. Gitara singan bo'lsa, reja yoki orzuning vaqtincha to'xtashini bildiradi.